Urganch davlat universiteti talabalari Baxmal Group mas'uliyati cheklangan jamiyatiga dual ta'lim darslarini o'tish uchun keldik. Bu yerda biz uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu yerda hamma narsani biz amaliyda ko'rishimiz mumkin. Bolalarni chuvishga tayyorlash va ularni o'quvga tayyorlashda barchasini ko'rib o'tdik. Ular amaliyda o'zimiz ham sinab ko'rdik. Ishlab chiqarilgan xom ipaklarni laboratoriya sharoitida ko'rdik va sifat ko'rsatkichlarini aniqladik. Urganch davlat universitetining Yengil sanoat texnologiya va jihozlari kafedrasi talabalari bugungi kunda viloyatimizdagi mavjud bo'lgan barcha yengil sanoat korxonalarida demak mutadavval ta'limini o'tib kelishmoqda. Demak, ushbu ta'limni tashkillashtirish bo'yicha barcha korxonalar bilan bugungi kunda universitetimiz orasida shartnomalar imzolangan. Bugungi darsimiz Urganch Baxmal mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tkazilgan bo'lib, demak bu yerda pillalarni chuvishga tayyorlash, pillalarni chuvish va undan olinadigan xom ipak sifat ko'rsatkichlarini aniqlash mavzusida bo'ldi. Demak, talabalar universitetda olgan nazariy bilimlarni korxona sharoitida amaliy ko'nikmalarga aylantirib, o'sha yerda demak yaxshi mutaxassis bo'lib yetishi uchun barcha omillar yetarli. Bunda korxona tomonidan bizga barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan bo'lib, demak o'quv-xonalari mavjud, laboratoriyalar mavjud, ishlab chiqarish sexlarida demak barcha imkoniyatlar yaratib berilgan va u yerda talabalarimiz o'zlarini amaliy ko'nikmalarini amalga oshirib kelishmoqda. Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti talabalari yengil sanoat muhandisligi, yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi, ip ishlab chiqarish, ipak mahsulotlarini ishlab chiqarish, to'quvchilik yo'nalishlari bo'yicha bizning universitetimiz bir qator korxonalar bilan qo'shma ta'lim, ya'ni dual ta'lim tizimida talabalarni o'qitish bo'yicha bir qator dasturlarni ishlab chiqilgan, 2 tomonlama, 3 tomonlama shartnomalar asosida hozir bugungi kunda biz Urganch Baxmal Group mas'uliyati cheklangan jamiyat korxonasiga talabalarimiz bilan kelib dual ta'lim tizimida talabalarimizni o'qitish faoliyatini olib boryapmiz. Bu yerda dual ta'lim tizimida talabalarimiz ta'lim olish bilan bir qatorda ishlab chiqarish korxonalarida o'z malakaviy amaliyotlarini ham, bilimlarini shu korxonada ishlab chiqarish jarayonlarini ko'radi, o'zlari ham ishlab ko'rib, bilimlarini hozirgi kunda korxonada faoliyatini kengaytirib bormoqda.